Assalomu alaykum. Videomizni tomosha qilayotganingiz uchun tashakkur. Bugun biz avtomobil eshigining ichki panelini inner panel ta'mirlaymiz. Qani, jarayonni birgalikda tomosha qilamiz. Eshik panelini avtomobildan yechib olamiz va uni uyga yoki ofisga olib kiramiz. Agar panel original bo'lsa, undan avtomobil ishlab chiqarilgan yilni bilib olish mumkin. Mening mashinam 1999-yil aprel oyida ishlab chiqarilgan ekan. Ichki panelni mustahkamlash va yangilash uchun kerakli materiallarni tayyorlab olamiz. Bizga sun'iy terileja, ichki gubka porolon va mahkamlovchi pinstollar kerak bo'ladi. Avval panelning eski matosini shilib olamiz. So'ngra yangi qoplama uchun ichki panelning andazasini chizmasini chizib olishimiz kerak. Mato ajratilgan panel ustida o'zimning shaxsiy Leja Embo naqshli teri dizaynimni chizib chiqaman. Eshik dastosini va qulf ochgichini lach hisobga olib, ularga xalaqit bermaydigan qilib andaza chizish kerak. Andaza bo'ylab teshiklarni oldindan ochib chiqamiz. Eshik paneli o'lchamiga qarab ichki gubkani porolonni ham kesib olamiz. Gubkani pichoq bilan kesamiz. Bunda uni ichki paneldan biroz kichikroq qilib kesish kerak. Pinstollar bilan birga ularni o'rnatish uchun maxsus asboblarni ham tayyorlab olamiz. Gubka ustidan sun'iy terini lejani yopamiz va tayyorlab qo'yilgan pinstollar bilan mahkamlaymiz. Terini tarang tortib ishlasangiz, juda silliq va sifatli natija chiqadi. Agar biroz bo'sh qo'yib, burmalar hosil qilsangiz, vintage uslubidagi ko'rinishga ega bo'lishingiz mumkin. Andoza chizilgan joylarni tayyorlab qo'yilgan pinstollar bilan mahkamlaymiz. Ichki panelning ketlarini esa aerozol yelimi, sprey va stepler tagi yordamida mahkamlab yakunlaymiz. Panelni yasab bo'lishingiz bilan darhol o'rnatmang. Taxminan 2-3 kun davomida panel chetlari ko'chib ketmasligini tekshirib ko'ring va shundan keyin yig'ing. Tayyor bo'lgan panelni o'rnatamiz. Shu bilan eshik ichki panelini qayta tiklash jarayoni yakuniga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lish va like bosishni unutmang. Bu bizga yangi videolar tayyorlashda katta kuch beradi.